Halite Zakoska. Nima degan esil aroq? Tugabdi, yana bir butilka akirib bering. Kechiring. Bugun muash taqatdi, hech sho'maydi. Aroqni ko'p ichsangiz salomatlikka ziyonli. Bu narsaning zodi nari yaxshidir. Undaq demang, hozir salomatligim nihoyat yaxshi. Yana bir butilka ichsam, ishqa nihoyat ruhliq borman. O'tinib qolay bo'lamdi, ha? Dam olish kuni ishqa bormaysiz. Dodam aroq ichishga bek amroq. Biroq opam uni jiqishga qo'ymadi. U bek bechora ekan, shundoqmi? Chunki uning maoshi tuvan. O'ylab boqsam, dodammi doim aroq ichmaydi. To'g'ri, men uni tuyuqsiz bir xo'sh qilib aytay. Bu yoqqa kela. Nima bo'ldi? Bilamsan, ati dodamning tug'ilgan kuni. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Men dodamning tug'ilgan kuniga bir botilka aroq ilib sovuq qilish uchun xeyli jiq pul yig'ib qo'ygan edim. Ha, nima degan ta'sirlik. Men bek ta'sirlanib ketdim. Buni anglab bir qapoq aroq degan hikoya esimga keldi. Burunqi zamonda Jungoda nihoyat ishchan bir yigit bo'lgan ekan. Bu yigitning yashnib qolgan dadasi og'ir kasal bilan o'rin tutib yetib qopti. U yigit dadasiga eng yaxshi aroq ilib berishni o'ylaydi ekan. Biroq uning puli bo'lmag'achqa ilib berolmabdi. U buning uchun nihoyat tirishib ishlabdi. Bir kuni u tog'dan qaytib kelayotganda uningga daryo tarafdan yiliqi aroq turabdi. U yurab berib qarasa, u yerda aroq shaqratmasi bor ekan. U yigit bek xush bo'lib ketibdi. U dadasiga bir qapoq aroq ag'ash beribdi. Tashing, sen o yigitga bek o'xshaydi ekansan. U uxlab qopdi-ku. To'g'ri, men dadamga bir sovg'a berib uni xush qilib o'tay. Shodindong, men sirtqa chiqib, dadamga sovg'a aytirayjimi? Yo'lda diqqat qil. Dada. Xayrli ketgan Shodindong. Nima qilyapsan? Bu nima? Bu tug'ilgan kuningizga bergan sovg'am. Qiziqarli zakoska. Qiziqarli zakoska degan nima u? Siz bir tarafdan yer yanqi meg'iz yeb, bir tarafdan suv ichsangiz bilasiz. Suv ichamda? Qani iching. Men beliq qochishga beliq bo'lmasam, yer yanqi bilan suvni ichsam qandoq bo'ladi? Oliy darajalik viski ekan-ku bu, ha? Suvni aroqqa aylantiradigan yer yanqi meg'izi. Yaxshi narsa ekan. Bu suv maktamlikkan. Maktamlikkan. Men degan kichik bola aroq ichsam bo'lmaydi. Deganing to'g'ri. Bu suv bo'lsa-mu, opsi. Nima ish bo'ldi dadasi? Atdegandlar nima undaq vaqiraysiz? Bu yoqqa keling, yer yanqiyang, suv iching. Atdegandlar yuzimiz qizirib ketibdi, tex yer yanqiyib suv ichayotganini qara. Nima degan tamlik? Yoqtirgan bo'lsangiz jiqroq iching. Buni ichib badanim bak qizib ketdi. Anglasam atdeganda suv ichsa salomatlik foydaliqqa, yana tex chiroyni go'zallashtirdi ekan. To'g'ri. Gapingiz to'g'ri, opsi. Qani iching. Jiqroq iching, bu degan suv tursa. Yana bir tal yer yanqiye. Opsi, jiqchi oldingiz. Suvni jiqsam nima bo'ladi, ha? Piqsiq. Suvni jiqchi olsangiz qo'sqingiz og'rib qoladi, opsi. Dada, men dashing bilan o'ynag'im chiqib ketdim. Shodindong. Qadrligim. Kelib men bilan bir romka ichchang. Opamning undaq majbur ketishini o'ylamabdiman. Sal qimmat bo'lsa-mu, biroq dadam uchun arziydi. Qarab maqsaq bo'lmamdi. Kechirgin. Shodindong, u mening sovg'itim. Tashing. Nima ishqa sovg'amni yeb qochsin? Bo'lmaydi. Hozir dadamga bu aroqni bersang bo'lmaydi. Nima ishqa? Chunki bu yoqqa keling.
Opop, nimish bo'ldi? Ben xatarlik, opsi tez qaytib chiq. Yo'q, tushmayman. Nima da'vatsiz? Burun mening balet usulchisi bo'lgan bar edi. Texi balet usulini bilgan edim. Opom nimish bundoq bo'lib qolgandi? Ha? Amaliyotda. Tashum. Sen darslarni obdan o'rgangin. Shodingdan, nimish bunda xatarlik narsani bersan, ha? Bu qig'inim faqatla to'g'ri bo'lmadi. Opam Shodingdanni ba'zida mushundaq tillab tursin bo'ladi ekan, ha? G'alati ishqu bu. Badnim qizib ketdi-ku. Tashung, nim qilyapsan, ha? Opa, bu sudbek g'alati ekan-ku. Dadisi, Nim bo'ldi, opsi? Ko'ngildikini bilalaydigan mashina odam. Qo'zig'im to'ydi. Yaxshi, rahmat. Kechirgin, boshqa uylarni tozalab qo'ydim. Boshqa uyga chiqib o'qig'in, ha? Opam bek cho'poq keshgan. Men o'sha yerda o'ynasam bo'lamdi, oppa. Men sirtqa chiqib narsa kiray birdan qaytib kelaman. Tashongni san taqardim. Sen bilan. Tashong, nima bo'ldi? Yerim og'ribyapti bolam. Ha? Nima bo'ldi? Menga ustaldagi rasmli kitobni yeb bering, ha? Bu ishni o'zing qil. Men hozir bek aldirash. Men hozir og'riq tursam. Nayt shu zukam bo'lib qolding-ku. Opamga aytlaydigan fursat orom kelgan tursa, bilgan bo'lsam texim ig'ir kasaldak bo'lib olatdim. Ko'ngildikini bilalaydigan mashina odam. Buni nimaga ishiltidi? Bu mashina odamni ishiltish bek qolaylik. Ig'ir kasal va yaralanganlarning oldin xabar oladi. Hech qanday knopkani besish va buyruq tushirish hojatsiz. Nima o'ylagan bo'lsang, u senga hammani qilib berdi. Undoq bo'lsa bek yaxshi ekan-ku. Bu antennani beshingga o'rnatib, bir ishni o'ylasangla bo'ldi. U rostala bilyapti. Men boy suv ichishni o'ylagan edim. Endi doim yotsam bo'g'idek. Men sana bundan doim o'rinli qilsin deb bermidim. Undoq bo'lsa nima bo'pti? Chiq gap qilma. Nima qilyapsan? Buningga bundoq qilmasang bo'ladi. Bo'ldi-la. Nima degan zerikishlik televizor ko'rsam zerikmaydim-da. Bo'y pakar bo'lsin, xali kuchi bor ekan jimo. Endi biz to'g'rigan ko'ktatlarni qozonga selib, o'tni pas qilib, to'xtamay qochib turamiz. Mana, mushuninga o'xshash. Vallahi ko'radigan biror narsa yo'qmidi? Televizor ko'ribmi zerikdim. Ushaq tushak narsa yegim kelyapti. O degan mening piranigim tezman qaytiribdi. Mening qaymoqli tort yegim kelyapti. Mening piranigim. Endi qaymoqli tort yeydigan bo'ldim. Hay, o tort menga qaytirib bergan.
Men nimani o'ylasam, u hamman tepib keldi. Nima degan tamlik. Bak tamlikkan. Mening tortini akatgan zodi kimdi? Endi qo'sig'im to'ydi. Jinshang bizning uyga o'ynaga kelsa bo'pti ekan. Rostida kepsiz-ku. Chaqchaq qilmang bo'lamdi. Xubodek bizning uyda. Xo'sh men ketdim. Qamlashmagan. Buning hammasiga bo'dak sababchi. Uni toza bir urg'im kelyotdi. Ha, topdim. Mushundaq bo'lganda 5 chiqdi ekan. Endi to'g'ri bo'ldi. Ha? Jinshang, topdim. Jinshang, qirisiz. Bu nimidi? Voycan. Kechirim, men bay o'zimni bilmay dashim o'yib berib qaptiman. Og'rib ketdi. Voycan. Foydası yo'q. Bu yerga yana o'zim chiqmasam bo'lmaydi. Meni kichik bolda ko'tiribma. Unda qilma. Qara, hamma sening sababingdan bo'ldi. Men shunday bo'lib qoldim. Men uxlab verib zerikdim. Endi uxlamayman. Zukumim yaxshi bo'lib qoldi. Sirtqa chiqib o'ynab kiray. Shunday qilsam bo'lg'idak. Sirtqa chiqmag'il uzun bo'pti. Havo bek yaxshi ekan. Birdam aylanib kiraylik. Xubodak, ajab bundaq bo'lib qolsan-ku. Mushundaq bo'lib qoldim. Chunki men harakat qilmag'il uzun bo'lg'achqa ozroq mangmayla yerib qoldim. Bu mashina haqiqatan bek qolaylik ekan. Shodindonning xafa bo'lganimi to'g'ri. Chunki men o'rinliqimni faqat o'zgartirmadim. Balkim birasi obdan bir adabimni basi o'ngshilib qolishim mumkin. Shundaqmi? Nim bo'ldi? Men nega gapirsan? Huquq shu. Unda xaliti ishlarni dashondan boshqa hech qanday qadam qilmaydi. Agar uni tutsam, uni hargiz boshqa aytmayman. Sen zot men nega gapirsan degina, ha? Uni dastlab urib, tepib, dashon degan eski abzaqni, to'g'ri, mushundaq uraman. Qoladigan bo'lsam, aytib berib. Uy ichidagi tabiat manzarasi. Nima degan chiroyliq. Mening mushundaq joylarga bek bog'im kelyotdi. Shodingdon, opamni uyda bo'lmagandan keyin bu uyni o'rmonliq taqib bezayli. Ondan keyin bir kun mush uyda tabiatni qanga cho'zirnayli. Qandoq? Uyni o'rmonliq o'zgartamdi. Bunda qilsa hech narsa bo'lmas. Damilish kundim uydan chiqamaydigan mendek bir bechora bolaga iching og'risin bo'lamdi. O'tinib qolay. Bo'ladi, sen bundaqda turib olgandan keyin senga yordam qilay. Biroq sal turib uyni sen yig'ishtirsan. Bo'ladi, xotirjam bo'l. Bu ishni menga topshir. O't chepkilimi, manzarachidir, daraxt tashdigi. Bek chiroyliq ekan. Rost manzarlar bilan o'pma o'xshashgan-ku. Buningda quyoshning nur chashqini asl qilg'ili bo'ladi, ham aylanayotgandek ko'rinadi. Shundaqmi? Voy, qushmi bor ekan-ku? U degan mashina qush. Mashina kepinakmi bor ekan? Mashina yong'og'ush. Pek yaxshi bo'ldi. Bularning uy ichidagi manzara ishkaligiga faqat ishongim kelmayotdi. Meningcha bu yerning havosi haqiqiy yerdan ko'p yaxshi. Uyda odam bormi? Tozimi bir kayfimni uchardi-ku. U tarafda kitobchasi bor, eshik degan bu tarafda. Toza rohatni o'tgan vaqtimda pul yiqilib ketdi. Bugun uyda opam yo'q. Keyin yiqilib keling bo'lamdi. Ma'qul.
His qildingmi Shodingdan? Bu yerda shovqin suran bek yo'qur ekan. Ünalğının ovozi, mashinaning ovozi, yana yo'lda menayotgan odamlarning ovozi. Rost shundoq ekan. To'g'ri. Buning bilan shovqin suranni yo'qotaylik. Kichik daryo gelimi. Bu narsa qilsgan. O bek xush. Yaxshi bo'ldi. Shundoq. Bamo. Bulam sizlar. Uyda yo'q, boshqa kun bulam. Deganra. Oshxonada edim. Buning olti Buni ispanlar kirdi. Kechiring, shunga. Jinshang! Eshikdagi chaqiradigan shakldagi parda, siz yon tarafidan kirsangiz bo'ladi, sizni saqlayman. Tez bo'ling. La 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 la. Mening azroq ishim chiqib qoldi, chiqib keray. Sizlar bu o'rmonlikda hargiz g'alati ishlarni qilmanglar, uqdinglarmi? G'alati ish? Masalan, bu yana boshqalarga ijaraga berib savdo qilmanglar, hamda boshqalardan pul oladigan ishlarni hargiz qilmanglar. Aslida bu yerdan foydalanqil bo'ldi ekanda. Buni men hajab o'ylamabdi ekanman, ha? Shundaqmi? Men ko'pchilikni o'rmonlikqa kelishga taklif qilaman. Bu yerda tabiatning qancha so'zlarini olaysizlar. Bu rostmi? Albatta rost. Ishonmasang ko'rib boq. U o'rmonlik mening uyimda. Qarshi olamiz. Oo, rostla bek chiroyli ekan. Birdamdil mushunchalar jiq pul topdim. Ulabek varangchuni qutib ketdi-ku. Chilg'uchiligim qolmadi. Sen nemishqa mening uyimda bundoq qilsang bo'lmaydi. Yaxshi bo'ldi. Ko'pchilik. Yaxshi bo'ldi, qani ko'pchilik. Bugun qo'shal xo'ram o'ynaylik, ha? Chatoq bo'ldi, qanday qilsam bo'lar? Nima qilyapsan, Toshon? Men o't yiqib kayfiyatni jonlantirmoqchi edim. Hamma planimni buzib o'tding-ku. Shundoq, sen bek oshirib etding. Sizlar nima qilyapsizlar? Opam hozirlik qaytib keladi. Chatoq bo'ldi. Ko'pchilik o'tinib qolay, qaytib ketinglar bo'lamdi. Qaytib ketinglar. Mehmonlarga mushundaq muomala qilgan bormi? Biz pul to'lab kirgan tursak. Biz yana birdam o'ynaylik, bo'lamdi. Tezroq bo'laylik. Herhalde öldüreldik. Öyle yemanda kılıverttin. Pakistan mısınlar? Sizlerge keşke tabakını yetip vermeymen. Anladın mı? Seyahat qildigan joyga qulaymaqan aqldoshlar haqiqatan yomon illatgan. Bu yana mehnat qilib etibdi.